Assalomu alaykum kanalimizning yashadiy obunachilari akalar, xudo xolasa videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Inshaalloh oson yo'l bilan uy sharoitida qo'yni qanday baqish kerak, qanaqa mahsulotlarni bersa tezroq effekt beradi deb so'ragan akalarimizga xudo xolasa qo'y baqish batafsil yoritib o'tkazamiz. Akalar, videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Akalar, xudo xolasa biz videomizni boshlayveramiz. Hop, akalar, xudo xolasa qo'chqorlarni baqilyapti turgan ekan, mana shu xudo xolasa Abdulaziz do'stimizni qo'rasiga kelganmiz. Bu bolani ham taniysizlar, o'zlaring kanalda ham chiqib turadi. Qo'y sotib, xudo xolasa mana shu bolani tashagan qo'ylar ekan, akalar. Qo'chqorlarni ham yaxshilaridan tergan ekan, xudo xolasa hammasini buni yemlarini mana tashab qo'yishdi. Batafsil yoritib o'tamiz. Qancha nima beriladi, qancha yem beriladi, qaysi soatda beriladi, necha mahal yeydi. Akalar, xudo xolasa videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa kanalda yangilar obuna bo'lib turasizlar. Sizlarga chiroyli video obzor chiqarishdan to'xtaymiz. Abdulaziz, zo'msiz? Keling, Baramjon. Sizlar yaxshimi? Obunachilar, charchamayapsizlarmi? Tugab turibsizmi? Rahmat, charchamayapsiz Baramjon. Xudo xolasa, Xudo xolasa videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun oson usulda uy sharoitida qo'y baqish sirlarini qilib chiqarib beramiz. batafsil yoritib berasiz. Obunachilarga ulashasiz, xudo xolasa sizlarni. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana akalar, xudo xolasa qo'chqorni ham yaxshilarini tashagan ekansiz-a? Qo'zi-ya bular? Hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi ekan akalar, mana. Yem deyishini qaranglar. Xudo xolasa qo'ramizda qo'ylar serob ekan, to'la ekan akalar. Mana. Mana. Onni ko'raverasizlar akalar. Hop, Abdulaziz, buni sekin tanishtirib o'tiramiz buni. Bo'ldi. Hop. Qancha bo'ldi buni tashaganingizga? Bularni tashaganimizga 2 oydan o'tdi Bahramjon. 2 oydan o'tdi, xudo xolasa. Qo'pol, Akalar, 2 oydan o'tdi, xudo xolasa. Bir martada olinmagan bular hammasi. Terib olingan. Ha, mana qoramizdagi hamma qo'chqorlar, mana shu 14 ta qo'chqorlar, hammasi liniyali qo'chqorlar. Qozasidan ekan, akalar. Bular liniyali qo'chqorlar, xudo xolasa. Mana. Bular zot yo'nalishiga boqilayotgan qo'chqorlar. Zot yo'nalishiga baqyapsiz. Garbonoslari ham zo'r ekan qo'chqorlar. Xudo xolasa bular zot yo'nalishiga boqilayotgan. Hop, necha mahal yemaydi Abdulaziz bular? Mana Bular akalar. 2 mahal yem beriladi, Baramjon. 2 mahal yem beriladi. Ha. Hop. Ertalab nechida berasiz? Ertalab shu bomdod namozidan keyin qo'ylarga hop silos beramiz. Ertalab bir mahal silos yeydi. Silos beramiz. Hop, silosga ozgina trabilkadan chiqarilgan somon qo'shib beramiz. Somon nasıl tagiga uyib ketmasligini oldini olish maqsadida, to'g'ri. Silos beramiz ozgina. Silos solib bo'lgandan keyin hop hammaning ustiga ashi me'yori bor. Me'yorida yemini beramiz. Yemini berasiz. Kechki tomon qarang shu bilan. Kechki tomon. Bittachi suv ichadimi? Yo'q, bitta suvga qarab qo'yamiz, bo'ldi. Boshqa payt yoniga kelinmaydi. O'zi bular yeb olib, maza qilib damini olib yotadi qo'ydan. Hop, kepay bilan makkami hozir bayda? Quruq beramiz, faqat quruq. kepay beramiz. Nechta qo'y baqasiz hozir bu qo'rada? O'pshisi. Hozir boqilayotgan qo'yimiz 40 bitta. 40 bitta. 40 bittaga 2 mahal yemaydi, ertalab kechqurun. 2 mahal yem beramiz. Kechki tomon 4 dan keyin dedingiz-a, xudo xolasa 4. Mana shu asrdan keyin qaraymiz. Asrdan keyin qaraladi akalar. Mana suv ishlari ham turibdi, xudo xolasa bag'dagi qo'ylarni ham yeb ichishi ham zo'r ekan. Yaxshi holatda qo'ylar ekan akalar. Hop, necha oylik bu qo'ylar? Bu qo'ylar hop mana ko'ramiz. 8 oylik qo'zilar. Hop, Bular ham shu keriklari hop 8 oy, 8,5 oylik qo'zilar hammasi. 8 oy, 8,5 oylik qo'zilar ekan akalar. Xudo xolasa holati ham zo'r ekan. Lechinalarni ham qilib turasizmi bularda? Ukol dorisini? Ha, birinchi olib kelgandan keyin, hop mana shu 40 ta qo'yni olganimizdan keyin bir qo'r birinchi albem beramiz. Albem beriladi. Albem berib, hop keyin xo'tir bitkalasiga qarshi iver ko'rdan qilamiz. To'g'ri. Iver ko'rdan qilib, undan keyin har 15 kunda bir o'sha yangi kelganda 2 marta vitamin beramiz. Vitamin. O'ziga o'zini rivojlanish uchun yaxshi, garbon emas, vitamin beramiz. Vitamin akalar, mana shu videoni oxirigacha ko'ryapti turgan bo'lsalaring, xudo xolasa mana shu do'stimiz batafsil aytib o'tib ketyaptilar dorislarigacha. Hop, o'sishiga, ishtahasiga qanaqa dori beriladi? Hop, bularni ishtahasini ochish uchun bularga hop albemmi endi? Albem bersangiz o'zi bitgan haligi ichidagi jigar qurtlari bo'ladi o'zi. Ishtahasi yaxshilanadi. Qo'y o'zi qo'raga tushgandan keyin, hop 3 kundan keyin albem beriladi.
qo'zi qo'yga emas, 6 oydan o'tgan qo'yga beriladi albin. 6 oydan o'tgan Ha, qo'yga barra beriladi. qo'zilarga berilmaydi. 6 oydan o'tgan qo'ylarga albin beriladi. Sizdan bitta narsa so'rayman dedim. Endi obunachilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Bo'g'oz qo'yga, tug'adigan qo'yga ukol qilib bo'lmaydi deyshadi. Nima qaraysiz bu Yo'q, taklifga? Biz veterinarlar o'sha aytishdi, u hech qanaqa nimasi yo'q dedi, ziyoni yo'q bo'g'oz qo'yga. Doktorlar nazorati ostida qilsa bo'laveradi. Albin berilmasa bo'ldi ekan. Bola tashab qo'yishni oldini oladi. Oladi, to'g'ri. Akalar mana, xudo xolosa. Ertalab ham yeydimi Makka bilan kepaydi? Ha, ertalab ham shu silosni ustiga Makka bilan kepak to'kib qo'yamiz, bo'ldi. Bir kunda mana shu 40 bitta qo'yga qarash uchun yarim soat vaqt ketadi. Yarim soat vaqt ketadi. Ertalab 15 minut, kechqurun 15 minut. Bo'ldi. Natijalar yaxshimi qo'yib boqishda orqasidan? Tavsiya qilib qolasiz obunachilarga. Ha, hamma odam deydi iloyim qo'ra to'la qo'y bo'lsin. Akalar mana shu yerga bittadan like bosib turasizlar, xudo xolosa. Qo'yni baqaverasizlar, xudo xolosa. Obunachilar qo'ylarda mana Shuni orqasidan siz ham daromad qilyapsiz, xudo xolosa. O'zingiz savdogarsiz, kanalda ham chiqqansiz, xudo xolosa. Savdodan tashqari akalar, biznes. Bizga mana shu hobbi, mashlarni boqib, kechqurun kelib, tepasida termilib o'tirib, dam olamiz, mana shu qo'ylarni. To'g'ri. Akalar buni Makka ishini ko'rib, sifati zo'rlardan tashaganmiz, mana shu qo'ylarni ko'rib, maza qilib Yaxshi ham zo'r ekan, a? qarab mana akalar, hammasi 8 chiroyli oylik bo'lgan. qo'zilar mana shular arashan toza 100 liniyali qo'zilar mana. Xolosa buni yetiltirib sotaman deganingizda chaqirasiz, inshaalloh obunachilarga ulashasiz bu qo'ylarni. Kanalda sotamiz, iloyim. Xolosa zo'rlari ekan. Bular hali zotga Ashi ham zo'r ekan. tayyorlanadi. Bu afg'on mana bitta afg'on qo'zi o'zgarishiga kelganda juda zo'r o'zgarar ekan qo'y. Effekti yaxshi. Ha, mana shu eng kichkina edi mana shu afg'onda. Bu qo'chqorlar qirg'iznikimi yo o'zimizda Qashqadaryo, Vohani qo'ylarimi? Mesni qo'y yo'q. Hammasi Qirg'izistondan kelgan. Hammasi Qirg'izistondan o'zingiz olib kelgansiz. Tashaganman bularni. Birorta mesnisi yo'q qo'ylar. Akalar haligi deyshadi, misol ko'pchilikga ham qiziq bo'lsa kerak. O'zimizda Vohani qo'ylari go'sht yo'nalishiga yaxshi. Qirg'izni qo'yib o'stirib, nasl olgani, zot olgani tavsiya qilamiz deyshadi. Nima qaraysiz bu gapga? Yaxshi. Mana shu bekarga boqamiz, mana shu qo'ylar, mana hammasi xudo xolasa shu Vohaga sotyapmiz mana shu qo'ylarni. Zot yo'nalishida. Zot yo'nalishiga. Zot yo'nalishida xudo xolasa, hop hozir qo'ylar o'zi rosa qo'zlashga keldi. Qo'zlagandan keyin 2 oydan keyin buni o'zi qo'y qo'yishni boshlashadi cho'ponlar. 2 oydan keyin o'zi bularni tayyor bo'ladi. Sotishga chiqaramiz ularni. Xolosa tishi yorgandan keyin o'sha tishi yormasdan tishi yormasdan ham qo'ysa bo'laveradi. Ha, nimaga desangiz bu qirg'iz qo'ylari 12 oyda yormaydi. 15 oy, 16 oy deganda keyin tishi yoradi. Ha, uzoqlashib ketishi mumkin muddati. Bu qo'ylar kechroq yoradi qirg'iz qo'ylari. To'g'ri. Qo'ra necha metr bu, bey? Общий. Biz qo'rani hop torroq qilganmiz, atay bu qo'chqor, atay nima shu qo'chqor boqishga moslaganmiz-da deydi. Hop, endi ensizroq bo'lsa, bir-birini suzib qo'ymaydi qo'y. Suzib qo'ymaydi. O'shanga moslaganmiz. Hop. Endi 2 metr. Endi 2 metr, ichi 2 metr ekan. Uzunligi hop 13 metr. Общий 13 metr. 7 metrdan. Ha, bu yoqda 30 ta qo'yga mo'ljallangan ekan-a bu? Bu yerda hozir 30 ta qo'y turibdi. 30 ta qo'y turibdi akalar mana. 30 ta qo'y turadi, mana. 30 ta qo'y turibdi ekan akalar mana. Buni o'zi go'zal ekanda xolosa. Qo'ziligi uchun asal aligiroq, qalinroq turibdi. Bayt etap semirishiga qarab kamaytirib borasiz. Seralatib boramiz bular. Xudo xolasa 1 oydan keyin mana shu ikkita qorada 10 tadan qoladi xolos. 10 tadan akalar. Yana boshqa qo'rayga olamiz. Hozir bayda 10 tadan ko'p ekan. 15 tadan qo'y turibdi. 15 tadan 30 ta qo'y turibdi. Hop, 2 oydan keyin de xolosa sal o'ziga badaniga olgandan keyin o'zi yemdi. Ular o'zi to'polangni ham boshlasa kerak a. Ular o'zi ha, yaxshimi qirg'iz qo'yi. Qirg'iz qo'ylar eslik bo'ladi. Sho'maydi, ha. Sho'maydi, sizni sho'maydi. Sho'maydi, yemini yeb yotadi. Aksar holatda bir to'polang qilib turadi. To'polang qilib turadi. Mana shunaqa qo'tirch ketsa, obunachilar mana. Mana ko'tingashni ham borisini. Ko'pchilik xavotir oladi, nima bo'lyapti ekan deb. Qo'y o'zgarsa, mana shu ichki kasalliklar chiqib ketganda ham mana shu qo'tir chiqar ekan qo'ylarga. Qo'y o'zgarish bo'layotib turgan bo'lsa, to'g'ri. Kelganda qo'y mana men qo'ylarni pastga 100% chiqdi qo'tir. Atak har 1 oyda lichiniyani qilib turiladi mana shu qo'ylar. 1 oyda lichinasi nima ukol qilinadi bu? Vermak degan ukol bor. Veterinariyga aytsa berishadi, yo'q berishadi. Har 15 kun, 20 kun